Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Mana navbatdagi darvozamizni ustanovkalarini yakunladik. Hop, darvozamiz 2 qavatli shumkada bo'lgan. Hop, Rossiyadan turib mehridan keyin ham zakaz qilganlar. Full variantda bo'lgan. Dipkalari 2 leglis, tagi 1.8, yondorlari 12 ga 8 profil, 2 stenkada, tagi 12 lik shivillarda bo'lgan. Mana darvozamiz, xudo xolos. Bu darvozamiz 340 ga 360 bo'lgan. Ko'rib baho berishingiz mumkin. Xudo xolasa kачестволari ham zo'r chiqqan. Har doimgidek zo'r zamonlarni qo'yganmiz. Ochilib yopilishlari ham yengil. Xo'p. Bu darvozamizni sentr zamoklarini ochilishlari ham bitta qo'l bilan ochilib, bitta qo'l bilan yopiladi. Bo'ldi. Yengil. Bunaqangi qiyinchilik joylari yo'q. Xudo xolasa chiroyli qilib ustanovkasini yakunladik. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqarasizlar. O'zingni ko'rib baho bering mana.